zamonaviy yoshlarmiz degan tushunchalar chiqib turibdi, lekin bu degani milliy kiyimlarni yo'qotish kerak degani emas axir. Baribir milliylik aks etishi kerak. Bizning zamonaviy kiyimlarimizda ham bizning milliyligimiz aks etishi kerak. Ayol qadariyati davomchisi ko'rik-tanlovida g'oliblikni qo'lga kiritdik. Biz unda qadim an'analarimizni yodga oldik. Kelin salomlar, yorlarlar, hattoki qadim milliy o'yinlarimizni ham esga oldik. Allalar, beshik to'ylar, ilk qadamlar, xatna to'ylar barini esga oldik. Bugungi ko'rik-tanlovimizning taqdimoti bo'lib o'tdi. Viloyat hokimining o'rinbosari Nigora xonim Masharifa ishtirok etdilar va jamoamizga muvaffaqiyat tiladilar. Bu bizga juda bir ulkan motivatsiya bo'ldi. Qadimiy qadriyatlarimiz ma'naviy ustoz, tarbiya ishida juda ham soz. Biz buni tubdan o'rganganmiz va kelajak avlodga qadimiy meroslarimizni bekami ko'z yetkazamiz deb ishontiramiz.